Finalda Mirzo 23-jamoamiz 3-2 hisobda penaltilar seriyasida g'alaba qozondi. Tabriklaymiz. O'ralib Xo'p, Mirzo Ulug'bek xususiy maktabi ya'niki shaxsan bizni do'stimiz, homiyimiz mana shu turnir tashkillashtirishga yordam bergan Uskabel hamda Premium kabel asoschisi Rahmonov G'olibjon ularning do'koni Tushunasiz? Uskabel Qo'qon filiali. Yangi bozor bilasizmi Qo'qonda? O'sha o'rta darvozasi to'g'risida. Shu nomerlarni ham qoldiramiz. Mana shunda esdalik sovg'alar, esdalik sovg'aning nimaligini o'sha turnir videosi chiqqanda ko'riladi. Sizlar uyga borganda ochasizlar. 3-o'rin egalariga topshiramiz. Qarsaklaring bilan. Oltin to'pni ham, oltin butsani ham shu chempion bo'lgan jamoa, kubikni ham chempion bo'lgan jamoa olganligi uchun 2-o'ringa aynan Varatabonni o'ziga alohida bitdi. Qarsak chalamiz. Va jamoaviy bitdi.